Skriningga qachon va necha haftaligida tushish kerak? Birinchi skriningga tushish kerak bo'lgan muddat 11 hafta bilan 13 hafta 6 kunlik oralig'iga to'g'ri keladi. Eng ideal muddat 12 hafta bilan 13 hafta oralig'i. Ham qon topshirish uchun, ham asosan ayollar halovatga jinsini bilish uchun. Ikkinchi skrining 18 hafta bilan 24 hafta oralig'ida tushiladi. Eng optimalniy srok 20-22 haftada bolani yuragini ko'rish va bosh miyasini ko'rish uchun. Uchinchi skrining 28 hafta 32 hafta oralig'iga to'g'ri keladi. Dopplerografiya qilinadi. Dopplerografiyada ona va bola o'rtasidagi do'stona munosabatlar, ya'ni qon oqimi tekshiriladi. Eng asosiy joyi, qiziq joyi skriningga o'z vaqtida kelish kerak va tug'ruqdan oldin, albatta bir hafta oldin tug'ish muddatidan, ya'ni 38 haftaligida servikometriya, sheykani o'lchash va bolani og'irligini o'lchatib qo'ygan maqsadga muvofiq. Bu videoni qachon skriningga tushsam ekan deb yurgan qizlarga yuborib qo'ying.